O'rtoqlar, hammaga salom. Sizlar bilan Aida Taro. Shaxsiy расклад qildirmoqchi bo'lganlar WhatsAppdan aloqaga chiqamiz. Tak, energiya men uchun bitta like, podpiska sizlardan. Agar bu video qarshingizga chiqdimi, demak, imina siz uchun. Kartamga bir aniq bir hech qanaqa savolim bo'lmaydi, shunchaki nima tushsa o'shani aytaman. Ko'plarni gapini inobatga olgan holatda karta tanlov qilaman, ya'ni hozir aralashtirib taxlab joylayman. Tak, o'rtoqlar, tanlaylar, qaysi biri ko'ngilliga, ko'zingizga yaqin kelsa, yoqsa o'shani tanlaysizlar. Tak, o'rtoqlar, men sariq kartani ochishni boshlayman, ya'ni bu rangni tanlaganlarnikini ochishni boshlayman. Tak, energiya men qilmaganligi, ya'ni like, podpiska bosmaganligi bu raskladim tegishli emas, o'rtoqlar. Energiya men qilib qo'yinglar. Eslatib o'taman, bu общий расклад, kimgadir tushadi, kimgadir tushmaydi. Tak, 6 ta karta tashlaganman. Birinchi 3 tasidan boshlaymiz. Birinchi karta tanlaganlar o'rtoqlar. Tak, bilasizlarmi, nimagadir sizlarning hayotingizda ko'p farzand va juda ko'p quruq gaplar chiqyapti. Yokida farzandingiz yo'qmi, yokida farzandingiz kasalmi, yokida ya'ni farzand va quruq gaplar, quruq va'dalar, amalga oshmaydigan va'dalar ko'p bo'lyapti. Yaxshi onlar bormi? Yaxshi onlaringiz bor, lekin ko'proq farzand bilan bog'liq bo'lyapti-da. Именно men hozir aniq bir narsa ayta olmayman, chunki bu общий расклад bo'lgani uchun досконально ko'rish kerak-ku. Tak, ketdik. Lekin o'rtoqlar, siz kuchli ayol pozitsiyasida, ya'ni levitsa, sher, ya'ni pozitsiyasida turibsiz. Hamma narsaga sabr qilyapsiz. Hamma narsani ko'zingiz yumib, hali ham tik oyoqda turibsiz. Lichniy hayotingizda nimalar bo'lyapti bilmadim, lekin birinchi variant tanlaganlar juda ham mard va bu hayotda shafqatsizligiga, adolatsizligiga kurashib ketyapsiz. Shu narsa ko'proq chiqyapti. Tak, ketdik o'rtoqlar. Endi ikkinchi bu rangni tanlaganlarni ochyapman. Ikkinchi variant, tak. Ikkinchi variant lёгкий hayot chiqmadi, yengil hayot chiqmadi, juda og'riqli hayot chiqyapti sizda. Juda ko'p aziyat, hattoki bilmadim men, azoblanish, udar bo'lyapti. Hattoki bu yerda kimdir sizni